Voy, ertalab ham bo'ldi-yu. Ahvolimni qaranglar, obunachilar. Afsus, men yana kambag'al bo'lib qoldim. Oldingi safar boy uploadik. Afsuski bu safar boy yo'q, lekin biz baribir ham kambag'al bo'lib qoldim. Sandiqimda hech boy yo'q. Hozir bo'lmasa bitta brat yo'llariga borib ish so'rayman. Balkim ularda ish bordir. Ma'lumotlarni bu marta quticha qo'yishibdi. Avval sabzim. O, shuncha odamlar gapirishyapti, ashti bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ne buyoqqa bekin oldingiz? Siz gapiryapmi? Okey. Gapiring. Hozir olaman. Nima kerak sizga? Ishingiz bormidi? Men ish kerak edi menga. Как раз bitta ishim bor edi. Mana shu yerga polizlarning mahsulotlarni yig'ib chiqsa $50 beraman. Bo'ldi, men hozir yig'ib chiqaman, bo'ldi. Xo'p. Xo'sh, menimcha bizga hozir faqat tayyor pishgan mahsulotlar kerak-chi. Hozir hamma poliz yig'ishtirgan, bitta poliz qolibdi. Mana hatto qolib ketgan boygina oldim. Bu ham barxamat bitta qishloq budjeti yechadi. Mana kart kelib pishganmi bular? Pishdi, sal. Mayli, og'iramiz. Bizga pishmaganligiga aytmadilar. Xo'sh. Mana nima edi? Buni olamiz. Olarmi? Qolmadi. Xo'sh, olib beraylik buni. Mashtaramni o'tkazib bo'ladi. Ana aka, sizga narsalaringizni olib keldim. Men sandiqcha saqlab qolaman. Okey, yana ish bormi? Ha, yana bitta ish bor. Mana shu yerdagi musorlarning hammasini yig'ib chiqsang $100 beraman. Bo'ldi, unda ikkalasini bitta qilib olaman, xo'pmi? Mayli. Bo'pti. Hozir hamma musorlar o'z kaytrasi haqiqatan qishlog'imizdan juda musor to'lib ketuvdi. Ham toza bo'ladi, ham o'zimga foyda bo'ladi. Ham suvaylayapti. Yer biz qo'yaman bunaqa. Xo'sh, qani yana. Bir tonna musor. $100 lekin normal. Mana olaylik. O, assalomu alaykum. Qarachilik. Xo'sh, mana butilka, shuncha butilka nima qolgan ekan qishlog'imizda? Butilka. Xo'sh. Qani, mana ematni musor idish tursa ham musor idishga solishmaydi. Obrachilarga esa unaqa bo'lmaydi hayotda. Musor idishga solish kerak buni. Xo'sh, buni olamiz. Qancha qolmadi ancha. Qayerda bor ekan? Mana bitta ko'rib chiqaylik. Ko'mir. Qayerdadir ko'rsatgan ovozi, mana o'zi yuribdi hatto. Chiqib ketiramiz. Xo'sh, bu yoqda yana bor ekan. Bu tashqari yoq ekan. Qani, endi musor idishga sal buni olib qo'ysammi ekan? O, ana chiroyli bo'ldi. Xo'sh, mana bitta bor ekan. Lekin butilkalar nima qildi? Shuncha butilka degan savol kelib qoldi menga hozir. Xo'sh, menimcha qolmadi-ku. Xo'sh, menimcha qolmadi-da. Bo'ldi, mashina borsam. Bratim, sizga musollaringizni olib keldim. Sandiqga qo'yib qo'yur. Qo'ymaru. Bo'ldi, pul berasizmi? Mana o'rtadagi sandiqda bittalik. Tepasidan pastami? Tepada. Bo'ldi, xo'p. O, kagrasiz 150. Urti brat. Urma. O, obunachilar, biz boyib ketdik. Xullas, bu video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoni kutib qolinglar. Keyingi qism bundan qiziq bo'ladi.
va boy qaytib kelishi bilan biz undan yana o'ch olamiz. Ha ha.